Demak, assalomu alaykum. Xayrli kech barchaga. Bugun juda ham yaxshi efir qilamiz. Efirni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Efir oxirida sovg'am bor, nimaligini aytib o'taman. Va bugun biza to'g'risini aytsam, shunaqa ko'p gaplar ko'p, juda ko'p gaplar bor va bu gaplarni ulgurishimiz kerak. Va yana tanishtirishim kerak. Sovg'a o'ynashimiz kerak. Ya'ni Arzak Ocean firmasini vitamin D bugun efirda kimgadir hozir o'ynamaymiz, uni oxirroqda. Sababi bor, buni taqdim etaman. O'zi shu firma haqida ham ozgina biroz aytib o'tmoqchiman. Bir paytlar emas, aytaman, 2021-yil edi. Turkiyaga borganimda shu Arzak Ocean'ni nimalarni ko'rib chiqqanman. Ko'pgina mahsulotlarni shunaqa yoqqan. Keyin inezitoli bor edi. Hozir ularda ham bor, как keyin men havas qilgan edim. To'g'risini aytsam, voy bizga kelish kerak, juda ham качественный, кстати, турецкий vatlar. Как bu yildan boshlab mana shu Ocean firmasi ofitsialno bizga kirib kelibdi. Kстати, hozir o'sha bir ikkita narsalar to'g'risida gapirmoqchiman. Bu kompaniya, firma emas, bu kompaniya Turkiyadagi eng katta va eng sifat bo'yicha o'zini obro'siga ega kompaniyalardan bittasi hisoblanadi. Juda ham yaxshi nimalari bor. Masalan, даже hozir o'zimda bukletlari turibdi. Nima deydi? Ekstra maga, lichno o'zim nima qilganman, xrom pikolinati, yodi bor. 5-HTP'si, uyqusi yaxshi emaslarga, alfa lipoviy kislotasi, как kichkina dozada 200 mikrogramm shirinlikka bo'lgan ehtiyoj kamaytirishi mumkin. 600 milligramm как antioksidant. Juda ko'p narsalari bor. Yaqinda ular bizdan reklama so'rashganda har bittasi bilan yana tanishib chiqdim. Kollagen peptidlari to'g'risida ko'pchilik efir reels ko'rgan bo'lish mumkin. Haqiqatda, kstati, meni bitta odatim bor. Aniq bitta narsaga uverin bo'lmagunimcha gapirmayman, lekin haqiqatda kollagen peptidi xuddi o'sha men maqtaydigan, keyin vitamin P'ni olgan bo'lsa, tarkibi bo'yicha o'sha sigirli kollagenga, ya'ni uni ham tarkibida mol kollageni juda ham yaxshi nimaga ega. Har doim men buni gapirib o'tganman. Chem prosta proteindan ko'ra kollagenni peptid formalarini ichish juda ham foydali. Nimaga desanglar, уже tayyor mahsulot, уже u shundoq ham so'riladi. Mana peptid kollageni rosa zo'r o'g'limga berganman, уже otsivlari bor. Shuning uchun menga shu vitamin D sidan berishganni men sizlar bilan buni baham ko'rgim keldi. Nimagaligini aytib o'taman. Bu просто tak berorganim yo'q, chunki bilasizlar, meni qizim уже 10 yosh. Qizim 5000 ichadi. То есть bu yerda bir tomchisida 400 bo'lgani uchun, kстати, omegasi ham bor tarkibida. Meni qizim bunaqa tomchili ichmaydi уже. Shuning uchun bu yosh farzandlari bor. Kimgadir nasib bo'lsa, yaxshiroq bo'ladi degan umidda bugun shu nimani o'ynaymiz oxirida. Chunki men buni ishlatmayman. Chunki qizim kapsula variantini ichadi. O'zim ham kapsula variantini ichaman. Faqat shu uchun. Tak, hozir o'zim 5-HTP ichyapman, bilasizlar. Juda ko'p narsa ichaman. Ichida Arzakki ham bor. Oceanniki. Demak, bu bitta narsa va undan tashqari faqatgina efir oxirigacha ko'rganlar uchun men bekorga uni boshlamadim bu temani. Juda ham shov-shuvlarga sabab bo'lgan bitta meni vebinarim bor. Doktor Dilobar klubi ishtirokchilari ko'rgan uni va даже vebinarni ko'rib, просто vebinarni ko'rib, o'sha yerda aytilgan ishlarga amal qilib 3-4 kilo ozgan qizlarimiz ham bor.
ya'ni prosta shuni tushungan holatda, ya'ni shakarga qaramlik degan vebinar bo'lgan, birinchi bo'lib shuni qilganmiz. Juda ham yaxshi sifatli vebinar chiqqan. Shuni boshqa bitta bonus kanalda 3 kunga beraman, 3 kun ichida ko'rishinglar mumkin. Mana shu 3 kun ichida ya'ni ko'rib olib o'zingizga kerak xulosani chiqarishingiz mumkin. Va hozirgi kunda ma'lumotlar ko'p kunda, даже faqat sizlarga emas, даже menga ma'lumotlar, как vrach sifatida ma'lumotlar ko'p kunda. Qaysi to'g'ri, qaysi noto'g'ri, nima qilish kerak, mana ko'p bugun ham bitta patsientga keldilar. Как раз, kстати, ular to'g'rilarda ozgina ma'lumot beraman. Endi clean kursiga, уже VIPga yozilgan bitta ishtirokchi bilan bugun gaplashdik. Bu o'yinlarda 3-4 yildan beri juda ham katta limfa tuguni hech qanaqasiga so'rilmas ekan. Ya'ni hamma narsa qilsam ham bo'lmaydi, hamma narsa qilsam ham bo'lmaydi degan inson bugun как раз ketganlardan keyin aytishadilar. Dinamikada antidefitsitlarni yo'qotish orqali уже 2,5 santimetrdan, ya'ni 25 millimetrdan 12 millimetrgacha tushirganlar limfa tugunni. Endi esa давайте endi klinikada ishtirok etaman, nima deydi, harakat qilib ko'ringlar dedilar. Конечно, harakat qilib ko'ramiz dedim. Ya'ni faqat dorilar emas, balkim ma'lum bir praktikalar orqali, ma'lum bir harakatlar orqali, apparatlar orqali kerak bo'lsa, shularni qilamiz dedilar-da. Shu konsultatsiya paytida keyin ketganlaridan keyin esimga tushib qolib, hozir ularga yana qo'shimcha konsultatsiya berib, hozir yozib yubordim. Ya'ni aytmoqchimanki, muammo juda ham ko'p, muammolar o'zi umuman olganda, hozir men ozgina bitta narsani gapirib beraman. Endi clean to'g'risida, chunki nima bu kursga nafaqat просто tak sizlarni chaqirish emas, o'zim ishtirok etmoqchiman. Ya'ni shunaqa ko'p hozir ma'lumotlar, o'rganishlar, praktikalar, boshqalar bilan birgalikda bu yerda o'zim ham ishtirokchi sifatida ishtirok etmoqchiman. Chunki bizga hech bo'lmasa yilda bir marta shunaqa tozalanish kursi kerak. Buni просто даже sizlar mansiz buni qilmasliginglar mumkin, lekin ko'pchilik bilan bu juda ham qiziq bo'ladi. Ya'ni u kursda 21 kun davomida paskitarianstvo bo'yicha ovqatlaniladi. Ya'ni bu qizil go'shtlarsiz ovqatlanish. O'sha patsientka qanaqa qilib qilaman deylar, hammasi yaxshi bo'ladi. Meni nazoratimda, meni qizlarimni nazoratida, qo'llab-quvvatlashda qilamiz bu ishni. Nimaga unaqa qilish kerak, nimani unga bu yordam beradi? Chunki o'tgan yili bu ishni birgalikda qilganmiz. Juda ham yaxshi natijalarga erishilgan. Plus ulardan tashqari kurs ichida, ya'ni shu endokrin kursi ichida men challenge ham qilmoqchiman. Ya'ni challenge-da biza sizlar bilan hozir shularni o'ylab anaqa o'tgan yili bunaqasini qilmagan edik. Kurs ichida challenge, ya'ni issiq suv ichish bo'yicha, nima deydi, prisedaniyalar, ya'ni o'tirib turish bo'yicha kimni qo'lidan kelsa qilmoqchiman va uni har kuni qilganlarga kurs oxirida men tarafimdan kichkina savol ham beriladi. Ya'ni bu kursning asosiy maqsadi, to'g'risini aytaman, bu kursning asosiy maqsadi praktik kurs, ya'ni ishlash. Bu detoks bilan ishlash, kandida bilan ishlash va stress bilan. Как раз stress to'g'risida ozgina sizga ma'lumot berib o'tmoqchiman. Kecha bekorga tashlamadim va ko'rdim kommentariyalarda qancha odamda qanaqa stress borligini va hali ham bekorga savol tashlamadim. Nimaga bizda terlagan, aynan stressga tushganimni men o'zimni ham misolimda aytib beraman hozir. Ishim ko'payib ketsa, juda ham qiladigan ishlarim ko'payib ketsa, mendan yaxshi emas hid chiqishni boshlaydi. O'zim umuman terlamayman, lekin o'sha stressli situatsiyalarda hid yomonroq chiqishni boshlaydi. Bu nimani hisobiga? Chunki bizda
har stress bo'lganimizda kortizol ishlab chiqariladi, adrenalin, noradrenalin degan gormonlar ishlab chiqariladi. Kortizol ko'p insonlarda, ya'ni ayniqsa prям giperkortizizm bor insonlarda ulardan yomon hidam keladi. Hech ko'rganmisizlar? Mana masalan, bizda shunaqa diagnostika bor. Не то что qo'ltig'ini tagidan hid kelishi, balkim butun badandan shunaqa hid keladi, spetsifik hid, va u patsient уже uxlashi boshlagandan keyin, ozishi boshlagandan keyin shu hid anchagina kamayishni boshlaydi. Podrostklarda shuning uchun bu endi faqatgina bitta shu bilan bog'liq emas, podrostklar, ayniqsa ortiqcha vaznga ega podrostklarda ham shunaqa yomonroq hid kelishni boshlaydi. Hid kelishi kandidada ham bo'lishi mumkin. To есть sabablari turli tuman bo'lishi mumkin. Qanaqa hid kelishdan tortib qanaqaligiga qarab. To есть mana shu detoks sistemasini yaxshi emasligi, ya'ni organizmda jigar funksiyasini yaxshi emasligi shu holatlarga olib kelishi mumkin. Demak, shu haqida ham bo'ladi. Shuning uchun hozir mavzuni boshlashimizdan oldin, hozir nima mavzu deyapsizlar? Ya'ni men bugun ozgina o't qopiga yana sal kiraman, yana limfa haqida gapirmoqchiman. Shirinlik bo'yicha, ya'ni shirinlikka bo'lgan ehtiyoj haqida hozir ozgina gapiramiz. Mana shu narsalarni davolash uchun bu faqatgina bitta preparat bilan bitadigan ish emas. Men preparatlarga o'zi unaqa bilasizlar, ba'zi preparatlarni ko'p ishlataman. Vitamin Pro'da biz insulin rezistentlik bo'yicha ham sxemalarda aytganmiz, nimalar qilish mumkin. Lekin bitta tabletkani ichish bilan ish bitmasligini aytib o'tmoqchiman. Buning uchun odatlarni yuzaga keltirishimiz kerak. Ya'ni suv ichish odati, ovqatlanishdagi odatlar, fizik nagruzkadagi odatlar va mana shularni 21 kun davomida qilish bilan, xudo xolasa bu kurs kstati 3 oy davomida sizlarda bo'ladi. Men niyatim bor, yengilliklarni o'zim mana endosferaga bormoqchiman. O't qopim bugun yutiraman deb ulgura olmadim. O'sha degi narsalarni 3 oy davomida sizlar bilan bo'lishib boraman. Ya'ni lichno o'zimdagi ощущениyalar nima qilayotganlarim, sizlar bilan boshlaymiz, lekin nima bilan bo'lishib boraman keyingi natijalar bilan. Demak, bular hammasi haqida kurs ichida gaplashamiz. Shuning uchun bu plan bo'yicha, bizning rejamiz bo'yicha bu kurs faqat yilda bir martagina bo'ladi. Keyingi bo'lishi, скорее всего, keyingi yil bo'ladi. Va shuning uchun o'ylab o'tirganlar, yozilsammikin, yozilmasammikin deb o'tirganlar, mani konsultatsiyamga kirishni niyat qilib o'tirganlar va umuman o'zini sog'lig'i ustida shug'ullanmoqchi bo'lganlar uchun bu imkoniyatdan foydalaninglar. Chunki men o'zim aktiv bo'laman. Ya'ni biz butun aprel oyi, may boshigacha o'zim ham kuratorlarimiz bilan birgalikda mana shu kursga butun fokusimizni tashlaymiz. Shuning uchun bu imkoniyatdan foydalaninglar, ishoninglar. Aniq ayta olaman, agar aytganlarimni qilsanglar, aniq natijaga borasizlar. Prosta har doim biz o'shaning uchun ham tekin emas bu kurs. Agar tekin bo'lganda prosta energiyamiz sливать qilish bo'lardi. Pulni to'laganinglardan keyin qilasizlar, pulni to'lagandan keyin olasizlar, pulni to'lagandan keyin analiz topshirasizlar. Kстати, hozir bitta narsa, 1 sekund. Shuning uchun marhamat, по-моему, bugun menimcha oxirgi efir, shu bilan boshqa sizlarga prosta eslatamiz. Boshqa oxirgi vagonga tushib olish imkoniyati sizlarda bor. O'tgan yili bu kursdan keyin ozganlar, teridagi muammolari kamayganlar, qichishlari bor insonlar kamayganlar, tili oqarib
tili yaxshilanganlar, ichki kelishi yaxshilanganlar, uyqusi yaxshilanganlar, kстати, hozir stress to'g'risida gaplashamiz, stress kamayganlar juda ko'p bo'lgan. Juda ko'p zo'r odzivlar olingan. Kim ishtirok etgan bo'lsa yozinglar. O'tgan yili biz birinchi bo'lib anaqada qilganmiz. Qanaqa bo'larkin degan ma'noda qilgan kursimiz. Ya'ni bu kurs sizlarni sanator kurort lecheniyaga taklif qilish bo'ladi. Ya'ni xuddi 20 kuncha sanatoriyada dam olib kelgandek holatda bo'lasizlar va kursdan oldin bizda 5 kun davomida tayyorlov kuni bo'ladi. Shu tayyorlov kunida analizlar topshirishni ham maslahat beraman. U analizlar bekorga emas, odatdagi holatlarga qarab sizlar o'zinglarni organizminglar to'g'risida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishinglar mumkin. Tozalanish bo'lgan, zo'r bo'lgan. Bu Gulnoza degan ishtirokchimiz ishtirok etgan ekanlar. Ovoz bor. Shuning uchun marhamat, meni yordamchilarimga yozib, hali yana qoldiraman. Shu orqali aloqaga chiqib, kurs to'g'risida ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Endi men mana shu bitta mavzuni sizlarga ozgina aytmoqchiman, chunki ichkilik to'g'risida gaplashdik, detoks to'g'risida gaplashdik. Kстати, hozir men nimaga gapirmayapman, u narsani ketayapman, hozir tushuntirib beraman nimaligini. Kстати, detoks to'g'risida va shirinlikka qaramlik to'g'risida, och qolganda вообще shirinlikni ko'p yeyish xohlaganlar sababi nimagaligi to'g'risida men birinchi ikkinchi kun vebinari va shirinlikka qaramlik vebinarini 3 kunga beraman. 3 kunga, bugun erta indinga beraman. Buni bepul qo'lga kiritishingiz mumkin. Oxirigacha o'tirganlarga ссылка beraman. Shuning uchun oxirigacha eshitinglar. Va hozir sizlar bilan stress to'g'risida gapirmoqchiman. Ya'ni stress haqida gaplashmoqchiman. Hozir men sizlarga oddiy issiq suv ratsionga kiritish haqida bergan tavsiyangiz bilan qabziyatni yengib o'tdiman. Oddiy, mana hozir o'zim qaynoq suv ichib o'tiraman, issiq suv. Bu minimum hali narsalar, hali limfa haydovchi anaqalar to'g'risida ko'p gaplashamiz. Hozir menga kanalga qaraysizlar, kimda shu anaqalar bor. Hozir bundoq qilaylik. Ko'rinarmikan? Qanaqa qilmamni? To'xtaylar. Men o'zim savol bera qolay, chunki anaqa Assalomu alaykum. Men ham issiq suv ichib qabziyatdan qutuldim. Rahmat sizga. O't qopida tosh bor bo'lganlar ham qatnashsa bo'ladi. Faqatgina sizlar detoks guruhida qatnasha olmaysizlar, chunki biz asosan o't qopi bilan ishlaymiz. Lekin o't qopida toshi borlar limfa bilan ishlarni qilishi, stress bilan ishlarni qilishi mumkin. Хорошо, unaqada emas. Давайте mana qila qolamiz. Kimda mashtan ko'raylik, kimda shu belgilar bor? Yozmasak tashiyman. Kimda qaysi belgi bor? Давайте bitta o'qinglar. Men sizlarga tashladim. Past kortizol belgilari. Kanalga tashladim. Kimda qaysi biri bor? 1-2 qilib yozsanglar ham bo'ladi. 1, 2, 3, 4. Kimda qaysi belgilar bor?
Issiq suv ichaman har kuni, lekin qavziyat ketmayapti. Yoshligimdan shu bilan kurashaman, maslahat bering. Uchalasida ham ishtirok etish imkoniyati bo'ladi. Bu prosta hali kurs ichida tushuntiraman. Biz, kstati, 9-dan boshlaymiz, eslatib o'taman va yakshanba kuni 5 kun tayyorgarlik haftasi bo'ladi. Yakshanba kuni chat ochilib, yakshanba kuni men o'zim vebinar o'tkazib beraman. Nima qilish kerak, qayerga qarab ketamiz, ular to'g'risida ham gaplashamiz. Demak, kimda shu belgilar, tashlagan rasmdagi belgilar bor? 5 bor menda. Men nimagaligini hozir tushuntirib beraman. Biz nimagadir har doim baland kortizoldan qo'rqamiz, past kortizolga e'tibor berilmaydi. Hozirgi odamlarda juda ko'pchilik da surunkali buyraklar usti bezi yetishmovchiligi bor. Nimagaligini aytaman. Hozirgi zamon odamlari surunkali stressda yuradi va ko'pincha holatlarda, ya'ni bizada boshida baland kortizol ko'p, mashinani ko'p harakatga olib kelinadi, lekin yil o'tgandan keyin o'sha past kortizolga tushib qolinadi. Даже menda o'zimda ham, men kstati buni o'zim uchun isbotlaganman ham, hozir sizga tushuntirib beraman. O'zimning holatimdan kelib chiqib, biz Moskvada so'lakdan analiz topshirganmiz. O'zi, po ideya, shuning uchun mana hozir mediklar ham eshitayotgan bo'lishi mumkin. Kortizolni hech qachon qonda tekshirtirish kerak emas. Men вообще tekshirtirmayman. Judayam kamdan kam holatlarda tekshirtiraman, o'zi tekshirtirmayman kortizolni. Chunki qonda kortizol doimiy ravishda baland chiqadi. Biz past kortizol holatini bilmaymiz. Faqatgina probalar bor, ya'ni deksametazonli probalar ma'lum bir holatlarda kerak, ya'ni buyraklar usti bezida o'simtalar borida yoki gipofiz adenomasi bo'lgandagina proba qilinadi, ya'ni deksametazonli proba. Bir kun topshiriladi kortizol, ertasi kuni deksametazon 2 tabletka berib, kechki payt ertalab topshiriladi. O'shani holatiga qarab, ya'ni deksametazonda kortizol pasaysa, oldingiga nisbatan, demak, norma, pasaymasa, u yerda kortikosteroid ishlab chiqaruvchi o'simtalar borligiga shubha qilishimiz mumkin. Baland davleniyalar bo'ladi, boshqa. U явный endokrin patologiya. Lekin past kortizolga juda ham kamdan kam e'tibor beriladi. Va past kortizolni aniqlash uchun yoki sutkalik siduda kortizol miqdorini aniqlash kerak, yoki so'lakda kortizol miqdorini aniqlash kerak. Kortizol va kortizon miqdorini. Kortizon bu kortizoldan oldin ishlab chiqariladigan gormon hisoblanadi. Men lichno o'zim Moskvada topshirganman. Biz o'qishga borganimizda kortizon baland, kortizol past chiqqan. Ya'ni aktiv stress degan. Aytgan, sen juda ham kuchli stressdasan. Agar sen uyqu rejimini to'g'irlamasang, agar sen vitamin C ichib turmasang, явно hozir esimda, agar sen nadpочечниklaringni aslamasang, agar sen ertalab zavtrak qilmasang, sen yildan yil ahvoling yomonlashib boradi, tez qarib ketasan, mushaklar yeyilishni boshlaydi, sarkopeniya bo'ladi deb o'shanda vrach aytgan. Osteoporoz bo'ladi deb, kstati hozir shuni o'zidan men o'zim qiynalyapman. To есть aytmoqchimanki, agar sizlarda shu berilgan ferritin ham kamligi bunga sabab bo'ladi. Kstati temir miqdorini yuqori qilib turmasang, aytmoqchimanki, sizlarda ham hozir aytayotgan belgilar bo'lsa, demak sizlarda ko'proq past kortizol bor. Ya'ni sizlar surunkali stressdasizlar. Ya'ni sizlarga biz как раз shu shikoyatlari bor insonlarni biz anti-stress gruppasida birlashtiramiz. Bularga detoks qilish, ochlik qilish, intervalniy голодaniyalar, bir mahal ovqatlanishlar вообще mumkin emas. Umuman mumkin emas. Shuning uchun u yerda nima deydi, mehribonlik bilan o'zingizga e'tibor qaratishingiz kerak bo'ladi. Va mana shu belgilari bor insonlarga men umumiy qilib aytyapman, uyqu juda ham muhim hisoblanadi.
man aniq ayta olaman, mana shunaqa belgilari bor, lekin uxlamaydigan insonlar bormi oramizda? Bormi? Shunaqa belgilari bor, lekin uxlamaydiganlar bormi? Mana hammasi menda bor, hammasidan borman degan Jamila degan ishtirokchi. Siz kechasi nechida uxlaysiz? Bo'ldi, biz seshanba kuni sizlarga topshirilishi kerak. Seshanba 9-da topshirish kerak bo'lgan analizlarni aytamiz minimalni. Kunduz zo'r uyqumanda. Assalomu alaykum. Da. Ayting, nechida uxlaysiz? 5 milligram prednizolonda yuraman. Holatim yoshmandan qo'shilsam bo'ladimi? Da, bo'ladi. Mana ham bor. Soat 12:01da uxlayman, kunduzi 10da turaman. Вот чувствуется. Qarang. Chunki sizni turg'izadigan kortizol yo'q-da, kortizol yo'q. Mana birinchidan uyquni temasini tushunib olishinglarni xohlardim. 12:01da uxlashinglar kerakmas paytda kortizoli baland bo'lishiga, melatoninni past bo'lishiga sabab bo'ladi. Уже bizda hozir mana 8dan keyin melatonin gormoni sintez bo'ladi. Bu anti-age yosharish gormoni hisoblanadi. Bilasizlar, kortizol pasayishi boshlash kerak normada. Va ertalab biza baland bo'lish kortizoli pikiga uyg'onishimiz kerak. Normani aytyapman. Ya'ni bizani hech qaysi budilnik, hech narsa uyg'otish kerak emas. Prosta oynadan tushgan yorug'lik uyg'otish kerak. Normani aytyapman. Bunga misol qilib, men yosh bolalarni aytishim mumkin. Ya'ni yosh bolalar asosan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar shanba bo'ladimi, oddix bo'ladimi, уже 7-8da turadi. Bolalaringlar bunga misol bo'la oladi. Nimani hisobiga? Ularda kortizol yaxshi ishlab chiqariladi. Yaxshi, ayniqsa, hozir endi bolalar ham kechasi uxlamaydi, ayniqsa kechasi voqli yotgan insonlar nimasida. Ya'ni gormonal kundaligi yaxshi ishlaydi, gormonal. Sizlar o'zinglarni majbur qilib, kerak emas paytda soat 12-1gacha, prosta men har doim aytaman, 12-1gacha agar butun dunyoda svet bo'lmaganda hamma uxlagan bo'lar deyman. Uxlamaslikka ilojisi yo'q. Va 10da turyapsizlar, уже kortizolni piki tapdala bo'lgan holatda turyapsizlar. Ya'ni sizlarda уже все, kuch yo'q уже yo'q. Sizlar 10da turib, vялый, shasqiylar kelmaydi, как будто kun yo'q bo'lib qolganda. Shuning uchun o'zi idealda bekorga aytilmaydi. Men o'zi ko'pchilikka aytaman, namozdan keyin uxlash kerak emas, to tong otvoguncha. Mana bunaqa narsa bor-da, bu yog'iga xudo xolisa namoz vaqtli bo'ladi-ku. Допустим, 5da o'qilayotgan bo'lsa, sizlar 8gacha uxlamasligingiz kerak. Iloji boricha quyosh prям tikka bo'lib olib, kortizol yaxshilab ishlab chiqazib olgandan keyin, undan keyin mizg'ib olish mumkin. Ya'ni biz kunni kutib olishimiz kerak. Chunki bizda kortizol baland bo'ladi. O'zi idealda bilsanglar, ertalab o'qiydiganlar ertalabki o'qishini ertalab o'qishi, uyini yig'ishtiradiganlar ertalab yig'ishtirsa, qiladigan ovqatini ertalab qilsa, o'sha paytda organizm o'zini kuchi juda ko'p narsalarga yetadi. Biz teskarisini qilamiz. Bizaniki dam olish kerak bo'lgan paytda hozir uborka boshlayotganlar, narsa pishirishni boshlayotganlar juda ko'p. Bu bilan siz organizmingizni yanada stressga olib kelasiz. Tushunyapsizmi? Prosta sizlar tushuninglar-da, biz tabiat farzandlarimiz. Farqi, menga ko'pchilik aytadi, nima farqi organizmga? 3da yotib, 11da tursam nima farqi deydi. Qattan biladi organizm deydi. Как это qattan biladi? Biza quyosh botishi bilan chiqishiga qarab uxlashimiz, turishimiz kerak. Ya'ni biladi. Shuning uchun boshqa mamlakatlarga borish, samolyotda yurish, bu hamma narsaga
ta'sir qiladi. Man даже sizlarga bitta narsani aytaman. Hozir mani kurtoy patsientlarim o'zini hurmat qiladigan patsientlarim diabetiklar mana degan anaqa libra taqishadi, aytishyapti. Ani kuni bittasi Kanadaga uchib ketayotganda aytyapti. Вы знаете, Dilobor Habibullayevna, deydi, я практически ничего не ел, но, deydi, у меня сахар поднялся из-за того, что я ночью не спал, deyapti. Chunki kechasi aeroportda o'tkazganda kunini сладости не ел, газировка нету, не пил, а у меня поднялся сахар, deydi. Даже glyukoza oshishi mumkin. Tushunasizlarmi? Aslida buni e'tiborga olmaysizlar. Ya'ni sog'lom uyquni e'tiborga olmaysizlar. Va haligi yuqorida hozir endi sekin anaqa yuqorida nima deydi? Shunaqa holatga ega insonlar albatta nonushtani 1 soat ichida qilish kerak, turgandan keyin. Nonushtani 1 soat ichida qilish kerak. Chunki kuchli energiyani o'sha ovqatdan olish kerak. Ya'ni u yog'li, oqsilli, yaxshi nonushta bo'lishi kerak. Endi shu joyida bitta savol beraman. Bitta savol, endi boshqasiga o'tib ketamiz sekin, chunki hamma kimmi ertalab turganda ishtahasi bo'lmaydi? Yozinglar. Kimmi ertalab turganda qorni ochib, men ovqat yegim kelyapti, zavtrak qilgim kelyapti deb turmaydi. Kimda bo'ladi shunaqa holat? Kim ertalabdan ishtahasi bo'lmasdan turadi? Ha. Yozinglar mazgina. Voy. Magniylarimni ichib olay. Men sog'lom uyquga tayyorlanish arafasidaman. Magniy hozir menda magniyni million xil turi bor. Hozir nemenskiy magniy ichyapman. Rosa zo'r firma, Witweren firmaniki. Ikkita kapsulasida 310 mg, lekin men 3 ichaman. Manda, o'g'limda shunaqa. Kimda? Mani ishtahalarim ochilib turaman. Вот, молодец, shunaqa bo'lish norma. Endi bitta savol beraman. Mana shu ishtahani ertalab yaxshi bo'lmasdan turishi nimaga bog'liq deb o'ylaysizlar? Eng katta muammo qani naqd turing, men suv olay. Katta muammosi ishtahani past bo'lishiga sabab bo'ladi. Kech uxlash ichi. O't pufagidan. Bilib qo'yinglar, ertalab ishtahasiz uyg'onasizlarmi, sizlarda o't pufagi ishlamayapti. O't pufagi ishlashni xohlamayapti. Ana shundan bo'ladi. Ertalab to'g'ri kechasi kech ovqat yeganlarda ham shu holat bo'lishi mumkin, lekin asosiy muammo o't pufagida bo'ladi. Qaranglar, qancha odamning o't pufagida muammo bor. O't pufagida yaxshi ishlamayapti. Как раз endokrinda biz o't pufagiga ham katta e'tibor beramiz. Uy sharoitida o't pufagini qanaqa to'g'irlash mumkin? Boshqa paytlarda qanaqa to'g'irlash mumkin? Shularga ham nima qilamiz? Tosh bor degani o'sha o't pufagilar zastoy bo'lgan deganida. Va o't pufagilar bo'lmasa-chi, yarim kechasi qornim ochadi, bu narsa yeb uxlayman. Mana shu yaxshi narsa, bu narsa yeb uxlashingiz iloji boricha, yo'q, yesa bo'ladi, juda ham chidolmasangiz, lekin uglevodli narsa yemasligingizni maslahat bergan bo'lardim.
va qorninglar ochganda albatta nima desam ekan, albatta более легкий salatlar yeyish maslahat beraman uyqudan oldin. yoki mana men o'zim lично uyqudan oldin kollagen peptid ichishni maslahat beraman. U qorinni to'yg'azish uchun emas, oqsil bo'lgani uchun. Ya'ni lично men kollagen peptid ichib yotaman. Qizimga ham qizimga nimaga beraman? Kollagen peptid prям перед snom. Chunki o'sishiga ta'sir qiladi. Ya'ni gormon ro'sti bu oqsilli gormon hisoblanadi. Kim bolasi yaxshi o'smayotgan bo'lsa, ishtahasi past bo'lsa, kechqurunga kollagen peptidni maslahat bergan bo'lardim. bir 3 barobar qatnashsa bo'ladimi? Detoks, stress, kandidada. Bo'ladi, lekin bitta gap, ferritini pastlarga, hozir yuqoridagi shikoyatlari bo'lganlarga detoksda qatnashish mumkin emas. Bu degani detoksda sizlarga ma'lumotlarni bermaymiz, bekitib qo'yamiz degani emas. Kanalda hamma ma'lumotlar qoladi. Просто ответственный bo'lib, o'zingizlar stressda qatnashasizlar degan umiddaman. Tushunasizlarmi? Shu ma'noda aytyapman. Men o'tgan safar detoksda bo'lganman. Lekin bu safar antistress gruppasida qatnashib, ferritin pastlar ham antistress gruppasida bo'ladi. Antistress gruppasidagilar ham o't qopi bilan muammolar, limfa bilan muammolarni hal qilishi mumkin, lekin prям o'ziga anaqa bilan nima deydi, mehr bilan nima qilishimiz kerak. Va shuning uchun просто sizlar organizminglarni eshitishi, organizminglarni tushunishni o'rganishinglarni xohlayman. Ya'ni masalan, semiz insonlarda ham past kortizol bo'lishi mumkin, ya'ni ularda ferritin pastligi bo'lishi mumkin. Birinchi o'rinda mana shu stress bilan ishlash muhimligini aytmoqchiman. Ya'ni hech qachon go'dasiga qarab insonni nima berish kerak emas, ya'ni tashxis qo'yish kerak emas. O'zi semiz insonlar stressda bo'ladi, ya'ni har safar stressni semizligini eslatib turibman, ularni stressga solishadi. Shuning uchun analizlarga qarab, holatingizga qarab, mana shu belgilar borligiga qarab, birinchi o'rinda o'zingizga e'tibor qaratishingiz kerak. Kechasi uyg'onib ketishlar kimda bo'ladi? Kechasi uyg'onib ko'z ochilib yumilishlar ham bu sizni chuqur uyqu yo'qligidan va shu chuqur uyqu yo'qligi uchun buyraklar usti bezi butkul dam olmayotgandan dalolat beradi. Qaysi guruhda bo'lishimizni qanaqa bilamiz? Bu hammasi 9-dan boshlab sizlarga ma'lumotlar beradi. Hech ham xavotir olmanglar, adashib ketmaysizlar. Ya'ni alohida kanal bo'ladi, alohida guruhlar uchun alohida chat guruhlari bo'ladi. Hammasi to'g'risida ma'lumot beramiz. Hech ham xavotir Просто buni men o'zim usложнять qilganman. O'zim sal xato deb o'ylamayman bu narsani, chunki uchala guruhda ham bo'lishingiz mumkin, boshinglar achib ketmasa. Lekin men xohlardimki bitta muammoni birinchi hal qilishinglarni, keyin boshqa muammoni, mana misol uchun birinchi stress hal qilishni, keyin kishechnik hal qilishni, keyin detoks hal qilishinglarni xohlardim. O'zi bittasini hal qilayotganda ko'pincha holatlarda уже ko'p решениyalar qabul qilinadi. Va aytmoqchimanki, bir-biriga bog'liq holatlar bo'ladi. Ferritin baland bo'lsa-chi, meniki 500 dan ortiq. Ferritin balandlar ko'proq detoks gruppasiga kerak. Ya'ni ferritin balandlarda naborot tozalash kerak, ko'proq chiqazish kerak, yallig'lanish chiqarish kerak. Yallig'lanish ko'plar, qorin atrofida yog'i borlar, ortiqcha vaznga egalar detoks guruhida bo'lishi kerak. Analiz ham topshirasizlar.
Manda 18 chiqdi. Eng kami to'ppa-to'g'ri. Vesga bog'liq bo'lishi kerak ferritin. 60 dan kam bo'lishi kerak emas. Uni men anemiya kursimda aytib o'tganman. Lobarxon, mani qizim 15 yoshda. Unda anginasi bor edi. Bayram kunlari morojniy yeb qo'yib, ismarab, mayda toshma toshdi. 2 kundan beri doktorga borib, kunim o'tyapti. Medaga analiz topshiring deb aytishdi. Meda deganingizda nima? Qabziyat bo'ladi. Shu ham ta'sir qiladimi? Bu yerda точно qaranglar. Men oldinlari tushunmas edim. Что это такое? Bitta narsani aytib o'taman. Hozir o'sha savolingizga fikrim sal chalg'iyapti stressdan. Где карта? Мы после эфира разговаривать будем. Идем. Bitta men qizimni sochlarini maqtani, bu yoqqa bitta ko'rsatgan. Смотрите, какие красивые. Oyisi Nixon to'g'rida. Sochlarini. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Какие красивые. Mana sochimni xuddi shunaqa buvim o'rib qo'yardilar, 40 kokil bo'lib. 32 manda. 32 da chiqdi. Duo qilinglar, kstati, ertaga qizim olimpiadada qatnashadi. Xalqaro olimpiadada matematika bo'yicha Sasmoda kim bolasi bo'lsa ertaga ko'rishamiz. Sasmoda Xudo xolisa yaxshi o'rinlarni olsin, ko'pchilik duosi bo'ladi. Qaranglar, olamiz o'rin, Xudoga shukr. Endi buylam olsin. Nima deydi? Matematika bo'yicha. Hozir to'xtanglar, gapim mami qiz kartam olib chiqib ketib, narsalar olib kelib, shuncha jahlim chiqib qotdi. 15 yosh qizimda 11 chiqdi ferritin. Voy, ужас. To'xtab turinglar, men angina bo'yicha gapirmoqchiman. Haligi ayollar, demak, mana shu morojniyda emasda gap. Вообще hali bitta ayol bilan shu gaplashdik. Angina mana shu tarafdagi limfada buzilishlar bor. Shu yerdagi limfada zastoy bor. Endi buni to'g'irlash uchun o'sha paytda, конечно, antibiotiklar kerak, конечно, hamma narsa qilish kerak, lekin o'sha anginalanishi ham bu sizni zashitangiz hisoblanadi. Buni to'g'irlash uchun og'iz bo'shlig'idagi holatni to'g'irlash kerak. Masalan, tishlarni vaqtida yuvib yotish. Kstati, eng bezarar narsa kimda stomatit bo'lsa, bolalarda angina bo'lsa, hozir esim tushib qoldi. Bolalarda angina bo'lsa, stomatit bo'lsa, nima bo'lsa ham, sizlar kokosovое maslada tomog'ini chaydiringlar. Ya'ni qanaqa qilinadi? Kokosovое maslo og'izga shimada qiladi, yutib olish kerak. O'zi kokosovое maslo mazasi yaxshi bo'ladi. Ozgina yog' degan anaqasi bor. Bolalarga qilmasanglar, anaqa qilishadi, ichishadi. Kokosovое maslo antibakterial, antivirusniy va nimasi metodi. Что ты делаешь? Nima gripkovый поражениyalarga qarshi nimasi bor, shuning uchun stomatitlarda, keyin virusli infeksiyalarda, anginalarda juda ham zo'r kokosovое maslo shimdirish. Bizda Sobira yosh kichkinaroq bo'lgan paytda laringit ko'p bo'lardi. Laringitini mana shunaqa qilib davolaganman. Rossiz вообще laringit paytida, kstati, laringitga ham rosa zo'r. Laringitda biz bitta ham antibiotik ichmaganmiz. Laringit bo'ldi, kokosovое maslo shimdirardim. Prям холодильникdan olib muzdekligicha shimdirardim. Keyin tomon angina bo'lganda naborot morojniy berish kerakligini bilasizlarmi? Chunki oruvlarni qoldiradi. Тем более issiq bo'lmaydi anginada. Qancha sovuq qilsanglar, shuncha viruslar o'ladi. Issiq bo'lmaydi, issiq choy, suvli ichib bo'lmaydi. Shuning uchun anginada butun chet elda nima beriladi? Morojniy beriladi. Biz morojniydan
qilamiz. O'sha laringit bo'lganda ham muzdek kokosovый maslani berardim, shimardi. Yo'q, qilasiz, kokosovый maslada og'iz qilib keyin yutib yuborsa bo'ladi. Yoki tashlab yuborsa sharz qilmaydi. Qandan topsa bo'ladi. Kokos yog'ini. Voy, tiqilib yotibdi hamma yoqda. Mani xolodilnigimda doimo turadi, hozir ko'rsataman. Yo'q, bodomsimon bezab tashlash kerak emas. Kokosovый maslo bunaqa bo'ladi. Hidini zo'rgina. Hidini. Hamma yoqdan gapga naqib ketyapti. Просто bodomchisimon bezni nima qilmasligingiz kerak, olmasligingiz kerak. Tirnoqni tishlash asabdan bo'ladi. Xolodilnikda saqlash kerak. Yo'q, kokosovый maslo xolodilnikda saqlamasangiz ham bo'ladi. U juda ham yaxshi maslolardan bittasi, aynib qolmaydigan. Просто men qizim suyug'ini yemaydi. Shuning uchun qattiq qotganini nimada. Keyin просто yog' bo'lganiga xolodilnikda saqlayman. Rosa uzoq saqlanadigan maslolardan bittasi, xuddi dumbaga o'xshab. Dumba ham aynimaydi-ku, bilasizlar. O'g'lim kechqurun uxlaganda terlaydi. Bu nimadan? Bu vitamin D kamligidan, virusli nagruzka borligidan. Kstati, вообще hammaga maslahat beraman. Nima deydi? Limfa holatini, limfatik, men buni hali o'rgataman ham kursda bilish uchun umumiy qon tahlilini o'zi yetarli. Ya'ni umumiy qon tahlilida agar limfatsitozlar baland bo'lsa, monotitlar baland bo'lsa, eozinofillar baland bo'lsa, скорее всего, limfada muammolar bo'lishi mumkin. Va ya'ni bu degani вообще to'xtanglar. Sizlarga bitta narsa aytaman, bu limfa to'g'risida ko'p gapirdim. Limfalashishi deganda, вообще limfa zastoy degani bu o'sha yerda virusni infeksiyalar tiqilib yotibdi degani. Hozir mana men o'zim ham shu bilan ishlamoqchiman. Просто ular bekilib tiqilib turibdi, o'sha yerda bundoq turibdi degani. O'shani yumshatish kerak. Buni yumshatish uchun birinchi o'rinda detoks organlari yaxshi ishlashi kerak. Bu normalniy yeyish kerak, normal har kuni ichish kerak, terlash kerak. Seyish kerak, terlash kerak, seyish kerak, ish kelish kerak, uxlash kerak, o'zi ishlash uchun. Mana shu organlar yaxshi ishlashi kerak. Va u organlar yaxshi ishlashini yordam berish uchun yana limfa drenaj mashqlarini qilish kerak. Limfa napitkalar bor, limfani haydash anaqalar bor. Kstati, men bugun o'zim ham kursda ham aytib o'taman. Buni har bitta anaqasini bugun men salotka sotib oldim. Salotka bugundan boshlab ichishni boshladim. Hozir как раз ichdim. Kstati, hozir efirdan keyin men bugun sizlarga o'zim aytgan, kim qilib ko'rdi? Tuzli 3 kilo tuzda kim yotib ko'rdi? Men bugun yotmoqchiman. Hozir 3 kilo tuz olib kelib qo'yganman. Hozir sizlar bilan anaqa bo'lgandan keyin, gaplashib bo'lgandan keyin 3 kilo tuz olib kelganman, magniy sulfat olib kelganman. Vannada anaqa nima qilmoqchiman? Yotmoqchiman hozir. Chunki ertaga shoshadiganim yo'q. Kim qilib ko'rdi? O'sha vannani kim qilib ko'rdi? Kim terladi? Sorbentni prям yotishdan oldin ichish kerak. Asosiy bizada tush. Iliq suvni ichishi ko'p etasiz. Qaynoq suvni muzdek bilan aralashtirib, iliq qilib ichsa bo'ladimi yoki qaynoq suvni sovutibmi? Yo'q, bo'ladi. Men ham qaynagan suvga komnatniy temperaturdagi suvni aralashtirib ichaman, bo'ladi.
bo'ladi. Endi mani eng katta mechtalarimdan biri, kстати, OPVS minus apparat olish, hozir anaqa behacking va narsalar olish, o'sha OPVS minus suv, shavachnoy suvni olish, hozir rossiyskiy bitta brend kuzatib yuribman, o'shanaqa olish, sog'lig'imni yanada tiklash, aura anaqa olish, uzuv olish, keyin Vibra platforma olish. Ana kimni dardi nimada? Kimdir bir nimalarni tillalar xohlaydi, brilliantlar xohlaydi. Menga unaqa narsalar kerak emas. Menga shunaqa hacking va narsalar kerak. Xudo xolisa shularni olish niyatidaman. Endi sauna. Shu kurslaringizni kitob qilib sotsangiz bo'lar ekan, unga ham yetib boramiz xudo xolisa. Laboratoriyamda kandida bor deb o'ylayapman. Unda bir efirizda belgilayman. Hozir anemiyada lecheniya qilyapman. Почти bir oy bo'lib qoldi. Anemiya kursingiz o'qidim shu oy oxirisida. Kandida bor bo'lsa anemiyaga lecheniyamni to'xtataymi? Chunki hali yana bir oy davom ettirishim kerak. Nima qilsam kerak? Baravar qiling. Shunda ham effekt bo'ladi. Limfositoz baland bo'lsa, birinchi nima qilish kerak? Juda ham yaxshi savol. Limfositoz baland bo'lsa, limfa drenaj bilan ishlash kerak. Ya'ni limfa bilan ishlash kerak. Buning uchun birinchi o'rinda suv ichish kerak, limfani yanada haydash kerak. U to'g'risida hali endokrinda prям aytib o'taman. Kстати, limfa bilan ishlayotganlar, даже kursda qatnashasizlarmi, qatnashmaysizlarmi? Men bitta narsani aytib o'taman. Limfa to'planib turgan narsa bo'ladi. Limfa ochilgandan keyin reaksiya berishi mumkin. Ya'ni reaksiya degani battar bo'lishi mumkin. Bu bir tarafdan yaxshi. Nima deydi? Bu yaxshi, kuchayadi. Spinoz. Так. To'xtab, bir sekund bitta narsa yozib olay. Bir sekund. Furunkul chiqishi ham limfa drenaj yaxshi emasligidan. To'xtatib turinglar. Rossiya deyman shu endokrinologlik kitob. Men kitob shu yozishni boshlaganman. Gormonlar bilan garmoniya degan, balki otini o'zgartiramiz, lekin hali ozgina bir nimalar yetmayapti, xudo xolisa. Detoks gijalardan ham qutulamizmi? Yo'q, gijalardan qutulish oson bo'lmaydi. Вообще 21 kunning ichida ko'p narsaga ulgurmasligimiz mumkin. Lekin men beradigan praktikalarni davomiylikda qilsanglar, 3 oy davomida qilsanglar, xudo xolisa, effekt bo'lishiga ishonaman. Uyqu oldidan aktiv mashqlar qilish yoki yoga bilan shug'ullanish uyqu sifatiga yomon ta'sir qiladi. Har doim emas. Lekin kortizolni ko'tarib yuborsa yomon ta'sir qilishi mumkin.
Qabulga hozir yozila olmaydi hech kim. Sababini oldimda ikkita poyezdkam turibdi. O'sha poyezdkalarim bo'lgani uchun biz hozir faqat asosan повторный patsientlarni ko'ryapmiz. Lekin zato endi klinda aktiv bo'laman. Ko'p savollaringizni ham berishingiz mumkin. Oyoq tirnoq gribokka ham o'tqopdanmi? Har doim ham o'tqopdan emas, haqiqiy gribokdan ham bo'lishi mumkin kishechniy nagruzkadan. Xo'jayimda 40 yosh, tez davleniya oshadi, o't tufayli dimlanish, gepatoz bor. Shu ham ta'sir, конечно ta'sir qilishi mumkin. Nechida uxlaydilar? Unga ham e'tibor qaratish kerak. Qizim 6 yosh, amoxicillin qulog'iga ichdi. Endi bakterialniy rinusit bo'lib, amoxiclav ichyapti har 3 oy. Antibiotik ichadi. Qanaqa qilib har oy antibiotik ichish mumkin? Inson nimasi bilan shug'ullaning? Ya'ni nimaga har oy bola har 3 oy antibiotik ichmaydi? Demak, bu yerda qanaqadir virusni bakterialniy nagruzka bor. Immunitetini yaxshilash uchun men lichno o'zimning qizimning immunitetini vitamin D sini tekshirib yaxshilaganman. Qanaqa immunitetni yaxshilash defitsitlarni to'g'irlash bilan bo'ladi. Umumiy belokini tekshirtiring. 6 yoshlarni endi nima qilmayman. Kishechnika bilan ishlang. Antibiotik bermasdan chiqishga harakat qilish kerak. Как можно 3 oyda bir? Meni ham qizim ichadi antibiotik, lekin 2 yilda bir ichishi mumkin. Qancha immunitet baland bo'lsa, shuncha sizlar qancha antibiotik bersa, shuncha immunitet dabdala bo'ladi. Vibromassajyor apparatmi, vibroplatforma. Kimda ferritin baland bo'lsa, bitta maslahatimni beraman. Kimda ferritin baland bo'lsa, o't qopida toshi bo'lmasa, o't qopinglarni yudirtiringlar. Hijama qildirtiringlar, ferritininglar yaxshi tushadi. Kandidozdan butunlay tuzalib ketish mumkinmi? Mumkin, agar siz dietasini chiroyli qila olsangiz. O'zi kandidoz bilan ishlash birinchi kandidani ovqatlantirishni kamaytirish, ya'ni 2 oycha antikandida dieta tutirish, keyin foydali probiotiklarni joylash orqali ancha kishechnikni yaxshilash mumkin. Keyinchalik kstati shirinlikka o'chlik ham bu kandida bo'lishi mumkin. Men o'tgan yili endokrinda ishtirok etganlarni juda ko'pchiligida bittasi singlim mana shu kursdan keyin antikandida dietadan keyin shirinlikka вообще qaragisi kelmay qolgan. O'zimni yordamchim hozir shirinlik ko'rsa вообще qiladi. To есть shirinlikka bo'lgan ehtiyojim kandidadan bo'lish ehtimoli juda katta. Men buni vebinarda ham aytib o'tganman. Shirinlikka ovqatdan keyin tortish bu insulin rezistentlik ko'proq. O'g'il bolalarni ko'p yig'loqligi, agressivniligiga ammiakka topshiringlar. Ko'pincha shunaqa holatlarda ham bo'ladi. Ko'p hojatga chiqish, tez hojatga chiqish, aldosteron yetishmasligidan bo'lishi mumkin. Men buni ko'p aytganman, yana aytaman. Shu juda tez hojatga chiqadiganlar Gimalayskiy tuz shimishlarni maslahat beraman. Minerallar yetishmasligidan bo'lishi mumkin. Xo'p, давайте bitta narsa, rosa ko'pchilik bolasi gapiryapti. Kimmi bolalariga vitamin D beradi? Kim meni vitamin pro kursimda o'qigan? Kim beradi? Kim doimiy beradi? Necha yoshligidan beradi? Yosh bolasi borlar ko'p ekan. Qanaqa effekt olgansizlar vitamin D dan?
Nechta farzandinglar bor? Mana bolalarim kuz kasal bo'lishi kamaygan, kuz termasi. Maniki ham kamaygan. Maktabga tayyorlov kursida o'qiganman. Молодцы. Mana vitamin D. Menda ham uyimda vitamin D, magniy, yod har doim turadi. Undan ko'p narsada turadi, lekin magniy bilan vitamin D har doim turadi. Oho, vitamin D3 berib bolamni o'limdan saqlab qolganman. Очень интересно. Nima bo'lgan? Bolalarga men ayniqsa o'sayotgan bolalarga vitamin D ni qayki bilan berish maslahat beraman, qarilarga ham. Men o'qiganman. Xo'p, men nima deydi? Hali bitta nimani o'qib qoldim. Давайте shu qilaylik. Doktor Zameta ukoli. Nima u doktor Zametani bilmayman. Nega? Ovoz yaxshi kelmadimi? Давайте mana bunaqa qilamiz. Men boshida ham yozdilar. Hozir hammalarni o'qidim. Men bu efirdan keyin hozir chunki vanna qilmoqchiman. Hozir qilib sizlarga nima ko'rsataman. Tuzla sovatganimni, o'shaning uchun nima qilamiz? Men kimliklarni bilmayman, просто natushi 4 ta bolam bor deganlar uchun shu Barno deb yozganlarga shu nimani beraman. Chunki boshida yozdilar, men 4 ta bolamga yetkaza olmayapman deb podarka mendan efir oxirigacha o'tirganlar uchun shuni beramiz, foydali bo'lsin. 4 ta bolaga ham yetkazish oson emas. Men bitta qizimga nechta vitamin olaman, tasavvur ham qila olmaysizlar. Nima deydi, kollagen peptididan tortib voy nechta qancha vitamin olinadi. O'zimga olaman birinchi o'rinda. Shuning uchun shu Barno mendan kichkinami, kattami bilmayman, Barnoga beramiz. Tak. Krapivniца o't qopini dimlanishi krapivnitsaga sabab bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Kstati, вообще qichish belgisi. Оказывается, men yaqinda bildim. Ko'pchilik savol so'raydi, qichishish, keyin harakatlardan keyin qichishish, qanaqadir yugurib kelgandan keyin qichishish, vannadan keyin, saunadan keyin qichishish. Просто terini qichishi bu limfostazi belgilaridan ekan, ya'ni limfada zastoy borligini belgilaridan ekan. O't qopi limfa bilan ishlash shartligini, просто qichishish belgisi. Shuni ham inobatga olishingiz kerak. Shu vannani kunduzi qilsa ham bo'ladimi? Bo'lsa kerak. Endi men nimaga kechasi qilaman? Birinchidan maza qilib uxlash uchun chuqurroq, ikkinchidan terlash bo'ladi. Hozir shu boshlarni o'rab anaqa qilmoqchiman. Ozgina limfa nima deydi, aylanish bo'lgani uchun ko'chaga chiqmaslik maqsadida kechasi deyishiladi.
Shisham bu обязательно limfa bilan zastoy borligini bildiradi. Limfa choylarni nimadan xohlagan paytdan ichish mumkin. Как раз limfa choylariga даже limfa haydovchi choyligi imbir tarkibida imbir bo'lgan choylar ham kiradi. Imbir bo'lishi mumkin, smorodinani bargi, malinani bargi kabi nimalar bo'lishi mumkin. 15-20 ming. Kandida paytida молочный narsalar mumkin emas, ayron-payronlar ham mumkin emas. Ozgina vaqt biz kechamiz ayronlardan. Shunaqa gaplar. Ovoz yomon eshitilyaptimi? Cho'ta ma'ni nima qilmayotgandim. Так. Demak, man обещать qilgan, faqat so'z berasizlarmi? 3 kun ichida shu nimalarni ko'ramiz deb. Men hozir ссылка beraman. Shakarga qaramlik kim ko'rgan o'sha vebinarni? Shakarga qaramlik vebinarini kim ko'rgan? Juda zo'r vebinar. Kim plus minus qilinglar, kim ko'rgan, ko'rmagan. Kim ko'rmagan, ko'rmaganlar ko'pmi yoki ko'rganlar ko'pmi? Ko'rganman. Вот. Ko'rmaganlar ko'proq ekan. Va birinchi, ikkinchi kunni ko'rmaganlar va shakarga qaramlikni ko'rmaganlar uchun yo'q ko'rishmagan. Ko'ringlar albatta. Juda ham zo'r gaplarni qilgan. Ko'pchilikka foyda bo'ladi, ayniqsa shirinlikka yaxshi ko'radigan insonlar uchun. Bilasizlarmi, вообще целом shirinlikka men qarshi emasman, lekin shirinlik jinnisi emasman. Misol uchun men ovqat yaxshi ko'raman, salat yaxshi ko'raman, och qolishni yomon ko'raman. Lekin shirinlikka unchalik shaydos emasman. Rosa shirinlik yegim kelyapti. Demak, rosa shirinlik, ayniqsa kechki payt yegisi kelyapti. Demak, точно bu yerda muammo bor. Nima muammoligini 3 kun ichida ko'rishga harakat qilinglar. Va yana bir bor eslatib o'taman. Endi klinik ishtirokchilari tayyor turinglar, juda ko'p ishlaymiz sizlar bilan. Почти 30 kun davomida, 30 kuncha bo'ladi. Ancha ishlarni qilishimiz kerak. Undan keyin ham ma'lumotlar sizlarda 3 oy davomida saqlanadi. O'zimdagi bo'layotgan o'zgarishlar, to есть bu kurs o'zim uchun ham qilyapman. Limfa bilan ishlash, o't qopi bilan ishlash bo'lgan momentlarni birgalikda qilamiz, o'tda aktiv bo'lamiz. Ro'zdan keyin ishtaha ochilayotganlar, конечно, stress уже ko'pchilik hamma to'g'risida ma'lumot bera olmayman. Mega boshqalar to'g'risida ular vitamin proda berganman. Demak, ishlashga tayyor turinglar qizlar. Kim yozilgan bo'lsa, yozilmaganlar, o'ylayotganlar yozilinglar. Oxirgi vagonga qo'shilib olinglar. Men hozir ссылка ham beraman. Kimga yozish kerakligini, shakarga qaramlikka ko'rish uchun ham va kursda to'g'risida ma'lumot olish uchun ham ссылка beraman. Marhamat, kirib, ko'rib, o'zingizlar xulosa qilinglar. Kim birinchi, ikkinchi kunni ko'rmagan bo'lsa ham ko'rishga harakat qilinglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Bu efirni zapisini ham berishga harakat qilamiz. Men bo'lsa vannaga ketdim. Nima deydi? Qani 3 kilo tuzda, men o'zi yotganman, vanna qilib ko'rardim, lekin 3 kilosidan asosan sho'r tuzda qilib, terlab, maza qilib yotish niyatim bor. Sog' bo'linglar, xudo xo'laylar.